Bu eski Ko'hinur to'yxonasi, hozirda Korzinka. Do'stlar, qadrdonlarim, azizlarim, hammanglarni salonimizga taklif qilib qolamiz. Bu manikyur, pedikyur shitsani xonasi. Hamma narsa toza, akkuratniy, hamma narsa alohida tozalikka alohida qaraladi bu yoqda. Mana bu yoqda bularning stajlari juda ham katta. Bu yoqda qo'yilgan sertifikat va diplomlarni hozir 10 dan 1 desa ham bo'ladi. Bu yoqqa ilinganlari. Hamma narsa toza va akkuratniy. Mana kosmetologiyada ishlatiladigan hamma narsani ko'zingizlarning oldida yengisini ochiladi. Endi meni xonamga kiradigan bo'lsak, bu meni xonam. Men uchun tozalik birinchi o'rinda. Hamma narsa toza va akkuratniy. Klientlarimiz uchun hamma sharoit bor. Sochlarga alohida ahamiyat beramiz. Har klientdan keyin xlorga solib yuviladi. Mana professional kraskalar bilan ishlaymiz. Undan tashqari klientlarimiz uchun hamma sharoit qilishga harakat qilamiz. Hamma narsa toza, ozoda. Kelsanglar bundan faqat xursand bo'lamiz. Kimdir namoz o'qiyman desa, namoz o'qishga ham sharoit qilib beramiz. Endi qazo bo'lmasin deymizda. Mana